yo'qchilik qilsin aka, yo'qchilik. Aka o'zi doktor edim. Bittasiga neto'y qo'yuvni shunga ishdan haydashuvdi. Do'konlarda ish yo'qmi sotuvchilikka? Oilani boqishim kerak aka. Ish bor aka, unaqa neyrochit tashlamang. Lekin siz kasbingizga to'g'ri kelmaydi-da u. Ya o'rganaman akajon. Bo'pti aka, bo'lmasa 3 kun sinov muddatida ishlaysiz, keyin gaplashamiz. Rahmat aka, yaxshiligingizni unutmayman. Akajon keling, nima olyapsiz? Chesnok olyaptim. Akajon, bu chesnoklar eskida. Agar xohlasangiz borki, men sizga mana shu chesnokni o'rnini bosadigan vitaminlar yozib beraman. O'zi men vrachman-da, taqdir taqozosi bilan bu yoqqa kelib qolgandim. Davay yozing aka. Faqat aka Kuala-Lumpurnikini oling, ularniki yaxshi-da. Bo'ldi, mana shu atrofda apteka bormi? Bor, o'ng tomonda bor aka. Bo'ldi, aka rahmat. Mayli akajon. Xo'p, rahmat aka. Akajon, nima olyapsiz? Nima olayman? Voy, biz o'zbeklar rosa ko'p non yeymiz-da. Buni tarkibi shunday xalasttiring-da bu. Agar xohlasangiz nonni o'rnini bosadigan sirop yozib beraman. Men o'zi vrachman-da, taqdir taqozosi bilan bu yoqqa kelib qolganman. Non o'rnini bosadimi? Ha, bor. To'q tutadi, Ha, faqat borki, mana Vyetnamnikini oling. Bular yaxshi-da, boshqanikini olmang. Ha, yo'q, qayerda bu? Mana shu o'ng tomonlarda apteka bor. Ha, yo'q. Bo'ldi, rahmat. Gazak oldingizmi? Ha. Gap yo'q, zo'r semichkada. Hozir bular mamlakatga keshu, yer yong'oq, pista, bodomlar ham ishlab chiqarishyapti. Men o'zi vrachman-da, bu yigitlarning bitta tomonini hurmat qildim. Qarang. Siz xarid qilgan mahsulotni 1% saraton bilan kasallangan bolalarga ajratiladi deyishyapti. Qarang. Ha, bilaman o'zi. Ha, bilasizmi? Ha? Ha, mayli, osh bo'lsin. Akajon qarang, mana dorini ertalab ichasiz, mana probiotikni kechqurun ichasiz bo'ldi. Aniq tuxumni o'rnini bosadimmi bu? Ha, bosadi. Tuxum tarkibida sarig'i bor buning ichida. Rahmat. Mayli, o'ng tomonda apteka. Xo'p aka. Qanday bo'lyapti savdo? Savdo siljidilikim bor-ku, klient arimayapti. Vitamin, shveytsarskiy hammasi. Ko'rdingmi? Yana blogerlarni chaqiraylik, reklama qilaylik deysan. Mana marketing qanday bo'lishi kerak. O'ng tomondagi apteka. O'ng tomondagi apteka.